vatandagilarning bo'lmasimi, chet eldagilarninki qila oladigan ishimiz bor. Masalan, hammamiz xalq sifatida, millat sifatida Sharqiy Turkiston tarafdori bo'lishimiz kerak. Ya'ni Alloh tarafdori bo'lishimiz kerak. Sharqiy Turkiston musulmonlarning zamini, Sharqiy Turkiston xalqining zamini, Sharqiy Turkiston xalqi haqliq. Haq ustida. Bu mening vatanim deb igi chiqish haqqimiz bor. Unda bo'lgandan Xitoyni zolim deb tunaydi. Xitoyni tajovuzchi deb tunaydi. O'zimizni haqliq, biz to'g'ri yo'lda deb qaraylik. Aqidamizda biz to'g'ri yo'lda, Xitoy zolim deylik. Xitoy Uyg'urlarni terrorchi desa, "Ey Xitoy, Uyg'urchada terrorist yo'q." Yo'q deyaylik. Uyg'urlarda terrorist yo'q. Sharqiy Turkiston xalqida terrorist yo'q. Biz Sharqiy Turkiston davlatini, zaminini Sharqiy Turkiston xalqiga mansub deb qaragandan keyin Sharqiy Turkistonga tajovuz qilib kelgan Xitoylik qonunsiz va'da, tajovuzchi. Tajovuzchi degan gap Xitoyning Sharqiy Turkistonda hukm surishi qonunsiz degan gap. Xitoyning va'da Uyg'urlarni boshqarishi qonunsiz, saqchi qurish qonunsiz, askar turg'izish qonunsiz, va'da tijorat qilish qonunsiz, insonlarni tutish, yo'q qilish bu asli qonunsiz, normal ishlarmi qonunsiz. Ofis etishlari, bino solishlari, yo'l yasashlari hammasi qonunsiz. Xitoyning butun mavjudligi qonunsiz Sharqiy Turkistonda. Unda bo'lgandan keyin Xitoy tajovuzchi bo'lgandan keyin Sharqiy Turkiston xalqining Xitoyga qilgan har qanday hujumi yo'lli, qonunli, mudofaa, vatanni qo'g'dash, xalqimizni qo'g'dash yo'lida bo'layotdi. Bunday bo'lgandan keyin Sharqiy Turkiston xalqidan terrorchi yo'q. Deyalishimiz lozim buni. Erkaklik deyalishimiz lozim. Ammo Xitoy bilan birga yashaymiz desakchi, Sharqiy Turkistonni Xitoyning kabi o'lkasi deb qarab, xalqaroga chiqqan vaqtimizda North West of China, Xitoyning g'arbiy shimol tarafi, Xitoyning deb mandaq so'zligi bo'lsa, o'zimizning gunohkor ekanligimizni e'lon qilganlik bo'ladi. Sharqiy Turkiston territoriyasini Xitoyga bog'lagandan keyin biz gunohkor bo'lamiz. Xitoyning oldidami gunohkor bo'lamiz, xalqarodami gunohkor bo'lamiz, Allohning oldidami gunohkor bo'lamiz. Chunki biz Xitoyning bir parchasi bo'lgan bo'lsak, hukumatga qarshi chiqishga bo'lmaydi. O'zimizning hukumatiga qarshi chiqishga bo'lmaydi. Bu zamin, Sharqiy Turkiston zamini Xitoyning degan gap, biz Xitoyning bir parchasi degan gap. Xitoy da'vatgandek, iddao qilayotgandek. Biz Xitoyning bir parchasi bo'lgan bo'lsak, hukumatga qarshi chiqish to'g'ri emas. Shuning uchun deymizki, Xitoy va'da tajovuzchi. Ma vatan bizning vatanimiz. Xitoy tajovuz qilib kelgandan keyin har qanday Xitoyga qarshi qilgan faoliyatlarimiz, urushlarimiz, inqiloblarimiz hammasi qonunli. O'zimizni qo'g'dash, vatanni qo'g'dash faoliyati bo'lg'achqa biz qonunli. Shuning uchun biz haq ustida bo'lash uchun mushundaq tushunishimiz lozim. Ham mushundaq bo'lishimiz lozim.